Ajinlarni kamaytiruvchi krem, terini yoshartiruvchi vosita, husnbuzarlarni kamaytiruvchi gel. Bu vositalarning bari bitta moddaga borib taqaladi. Bu retinoidlar. Bu modda deyarli yarim asr davomida dermatologlar tomonidan oltin standart deb qo'llaniladi. Chunki u nafaqat terining ustki qismiga ta'sir qiladi, balki uni hujayra darajasida qayta tiklaydi. Kollagen ishlab chiqarishni faollashtiradi, sog'lom teri paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Retinoid bu A vitamindan tashkil topgan yoki unga taalluqli kimyoviy birikma guruhini anglatadi. Shu sababdan yuqoridagilar vitamin A ga funksional va strukturaviy o'xshashliklarga ega. Retinoid aslida katta atama hisoblanadi, ya'ni umumiy atama bo'lib, ko'plab boshqa vositalarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, retinol bu alkogol ko'rinishida, retinal bu aldegid ko'rinishda, retinil ester bu yog'li tuzilishga ega bo'ladi. Retinoid kislota esa kislota ko'rinishda bo'ladi. Teri parvarishiga e'tiborli insonlar yuqoridagilardan retinol haqida ko'proq eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bunga sabab retinol alkogol ko'rinishda bo'ladi va ta'siri pastroq bo'ladi. Shuning uchun dorixonalardan erkin sotib olish va foydalanish mumkin. Boshqa ba'zi qo'shimchalar ta'siri kuchli bo'lganligi uchun doktor nazoratida va retsept bilan sotiladi. Retinoidlar qo'llanilganda teri hujayralaridagi retinoid retseptorlarga bog'lanadi. Natijada kollagen va elastik tolalar ishlab chiqarish yaxshilanadi. Bu moddalar terini silliq, cho'ziluvchan qiladi va bu moddalar yetishmasligi esa terini osilishiga va qarish belgilarini kuzatilishiga sabab bo'ladi. Teri pigmentatsiyasini turli omillar keltirib chiqarish mumkin. Quyoshda himoyasiz yurish, gormonal o'zgarishlar, yallig'lanish va boshqalar. Bu holatlarning barchasida melanin granulalari bir-biriga yopishib, yuzda dog' hosil qiladi. Retinoid esa bu moddalarni tarqatishga yordam beradi. Shu sababdan retinoidlar ishlatishni boshlaganingizdan so'ng dog'lar yo'qolishini kuzatasiz. Terini namlantirish, tashqi zararlardan himoyalash maqsadida teri osti bezlari yog' ishlab chiqaradi. Agarda bu yog' ko'p ishlab chiqarilsa yoki konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, terida husnbuzarlar paydo bo'lishiga olib keladi. Retinoid esa ortiqcha yog' ishlab chiqarilishini kamaytiradi. O'simta paydo bo'lganda hujayralar normal bo'linish va o'lim signalini e'tiborsiz qoldirib, nazoratsiz ko'payadi. Bu esa o'simta hosil bo'lishiga olib keladi. Retinoidlar esa hujayralar bo'linishini tartibga soladi. Ya'ni keraksiz yoki tez bo'linayotgan hujayralarni sekinlashtiradi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, retinoidlar erta davrdagi saraton hujayralarini apoptoz orqali yo'q qilish ham mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan ko'plab foydalari bo'lishiga qaramasdan, retinoidlarni ham nojo'ya ta'sirlari mavjud. Bulardan eng ko'p uchraydiganlari terining qurishi va terida tirnalish yoki achish hissini paydo bo'lishi. Bunga sabab yuqorida aytganimizdek, teri yog' bezlaridan yog' ishlab chiqarishini pasaytirish. Bundan tashqari terida ko'chish, ya'ni ter tashlash kuzatilishi mumkin. Agar teringiz yog'li yoki normal turda bo'lsa, bu katta muammo tug'dirmaydi. Agar teringiz quruq bo'lsa, bu ta'sir kuchliroq kuzatilishi mumkin. Retinoidlarni ishlatishni boshlaganingizdan keyin ijobiy o'zgarishlarni ko'rish uchun bir qancha vaqt talab qilinadi. Lekin nojo'ya ta'sirlari esa 2-kundan boshlab kuzatiladi. Foydalanishni boshlagandan keyin 2-4 haftada teri quruqlashishi, ko'chishi yoki yengil tirnalish hissi kuzatiladi. 6-8 haftada teri tuzilishi yaxshilana boshlaydi. Teri yuzasi silliqlashadi, husnbuzarlar kamayadi. 10-12 haftada teri yorqinlashishi va teri rangi bir tekisda bo'lishi kuzatiladi. Ya'ni teringizdagi pigmentatsiyalar kamayadi. 6-12 oyda o'zgarishlar yaqqol ko'rina boshlaydi. Kollagenlarning ko'payishi va qarish belgilarining kamayishi kuzatiladi. Boshlovchilar uchun retinol yoki retinil esterlar tavsiya qilinadi. Ular ta'sir kuchi kam, shu sababdan yumshoq ta'sir qiladi va tirnash xususiyati kam. Shunga qaramay, vaqt o'tishi bilan samarali natijani ko'rish mumkin. Tajribali foydalanuvchilar retinal yoki retinaldegidni sinab ko'rishlari mumkin. Ularning ta'siri kuchliroq hisoblanadi. Shifokor nazorati ostida kuchliroq retinoidlar qo'llanilishi mumkin. Retinoid kislota, tretinoin yoki adepalen. Bu vositalar o'tkir husnbuzar yoki chuqur ajinlarda qo'llanilishi mumkin. Ular ko'p joylarda shifokor retsepti bilan sotiladi. Sababi ularning ta'siri juda kuchli va faqat doktor nazorati ostida qo'llanilishi kerak. Foydalanish uchun tavsiyalar. Ushbu vositalardan foydalanishni endi boshlanganda har 2 kunda bir marta qo'llash tavsiya qilinadi. Teri reaksiyasidan, nojo'ya ta'sirlardan kelib chiqib, keyinchalik kundalik foydalanish mumkin. Kam miqdorda foydalaning. Yuzning barcha qismiga moshdek krem ishlatish yetarli. Agar yuz teringiz sezuvchan bo'lsa, yuzingizga qo'llashdan oldin o'zingiz foydalanadigan namlantiruvchi bilan birga qo'shib surtishingiz mumkin. Bu retinoidni kuchsiz qilmaydi, balki nojo'ya ta'sirlarni kamaytiradi.
Retinoidlar terining quyoshga nisbatan sezuvchanligini oshiradi. Chunki ular teri hujayralarini yangilash jarayonini tezlashtiradi. Natijada teri himoya qatlami yupqalashadi. Quyosh kremidan foydalanish bu holatda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, ba'zi retinoid saqlovchi vositalar quyosh nuri ta'sirida o'z kuchini yo'qotadi. Shuning uchun qo'llashdan oldin o'z shifokoringiz bilan maslahatlashing yoki uyquga yotishdan oldin qo'llang. Retinoid vositalari foydalarini ko'rish uchun vaqt talab qiladi. Shuning uchun bunga sabr bilan yondashing. Salomat bo'ling.